Assalamu alaikum arkadaşlar. Bugün sözlerden geçtiğimiz stratejiyede ağırlık prensibi. Aldık ilçelerin yıkayıcıların başlarına esiri bulsa ağırlık prensibinin önemli hakkında azraq toxtalgandık. Sonra onu kayıt düşündüğümüz yakın bulundu. Bugün sözlerimiz ağırlık prensibinin teşkillenişinin devlet kuruluş tarihinden bir misal. The recording has started. Arkadaşlar rahmet. Berketlersin. Onlara asker koyar kardeşler aldı bir Apple'ın orunda. Ben şu mükemmellikin bir partisi de, ben olmuş mükemmellikin bir partisi artışlığım bu okşaş kemçilikim bu bak. Eğer gapsizde, fikirde, mesele bir tarafı tutulum ya ifade tutulumda veya oturup koygan nezariyelerde mesele baksanlar ya hatalık baksanlar bu partiyanın alıqamaz ya bizim vatanın müstakilliğinin hatalığı edemez. Bunu benim şahsi hatalığımda görüşmem mümkün emas. Her bireyden mükemmellikin bir partisi biz üzere birleşken vakitte andım bir mükemmel Uygur cemiyetin varlık keltirelayımız. Aval Yahudilerin meselesi kirişten burun, yani biz bugünkü eleksiyada asaslığı Yahudilerin devlet kuruş tarihi hakkında bir misal sözlemekte. Yahudilerin tarihi kirişten burun 1821 o sakırıncı üzvegenden başında burunkularını hesaplanmaylar. Hem de Müslümanlar Yerusalim'de alan vakitte veya ki arlıqdaki medeniyet doğan kırgınçılığını hesaplanmağındımı ama yakın zaman tarihinde fark edilen çok kırgınçılıkların Odessa kırgınçılığı, Polşa kırgınçılığı, ondan 1881 şehirde kırgınçılığı, ondan Polşa kırgınçılığı yeni tekrar 1919 Kiev kırgınçılığı, 1919 Finski Polşa kırgınçılığı, yani ondan Rumıniya kırgınçılığı, Irak'ta doğan kırgınçılık, Livovik kırgınçılık, lekin 41'den 44'e bütün dünya meşhur olan Avrupa tartibini bergan Yahudi kırgınçılık müşü çok kırgınçılıklarını baştan geçirdi Yahudi milleti. Şundaq bolgandan bu Yahudi tarihi insan uzun bir millet olacak nüfusun çoğala köpürmesi kadar. Ama sol taraf keresem 1941 Ukrayna'da o kırgınçılık keçip atkan Yahudi ayarken etrafındaki uşaklarla olar kaltak götürüp bunu urvatkan görünüşü çağır bir gelip çıkanken. Şimdi Müşnak Vakalarının aldıda Moseyesef Yahudi devletinin kurgucusu olan bir adam var. Bu adam deydi, Yahudiler kartılgan kemizliş ve zulüm Yahudiler nefretini ulğaytıdır. Bu bizim aslında bu geçişimizin aldığını aldı ve şunun ahiri Yahudilerin özünün tarihi makan devlet kuruş mecburlaydı. Hristiyan dünyasının baş götürüşü ve Müslümanların çekleş ihtiyacı Asya bilen Afrika oturusundaki presinde Müslümanlar yıkılmaydıgan bir siyasi gevdin bu için kaza kılırdı ve oturup koyulurken 72'de. Yani bu demekçi Hristiyan dünyası başka ötede, sanat ve başka siyasi cihatte bunlar koğandıkken Asya kıtası bilen Afrika kıtasını ibaret iki çoğun Müslümanlar dünyasını tutaştırıp durulan stratejik uğramı caylaşkan Yahudilerin anı makanı stratejik cihatin ait mühim. Şuna Müslümanların acizlaştırış ve onların parçalaş için Arap devletlerinin birisi çokum bu arlıkına ayrılık ihtiyacı coğrafiyelik cihatten. Şu noktadan bizge Filistin'de bir devlet kuruluşu prostumuz çıktı, prostumuz tüketilen tunç katım gumanını oturup koyganda. Yani bu da Yahudiler Gariplerle siyasi stratejik hamkarlık ornatışı ve özünün iktisadi hayvanlık tarafından çıkıp bu nayet özünden bilirsen Marksizm'in nayet meşhur gibi var. Yahudilerin özünün rivayeti varken bu Yahudi degende bir millet emas, dünyadaki pul nemidin bek yaxşı gördüğü adamların toplanıp atılışıyla pargan ki Marksizm ve başkalar. Şuna iktisadi hayvan diyen gap adeti Yahudilerin köç münamı. Bu Mosim bir şeyde Yahudilerin demek yani. Yahudiler Garipler bilen siyasi stratejik hemkarlık ornatışı ve özünün iktisadi hayvanlık tarafinden çıkıp halklar siyasette aktif rol verip siyasi tercihlerinin mollaşır cereyanı için teyarlık veriş gerek. Bunun Rem ve Yerusalim'de ergamış kitabının Türkçesi de Yahudiler devlet kuruş atlangan 1872 yılı bu gap bulungan vakitte Yahudilerin siyasi hayvan emas, belki bir iktisadi hayvan boğanlıktan Yahudiler Garipler bilen siyasi stratejik hemkarlık ornatışı ve özünün iktisadi hayvanlık tarafından çıkıp halklar siyasette aktif rol verip siyaset tecrübesi mollaşır cereyanı için teyarlık veriş gerek. Rem ve Yerusalim diyen bir kitabı varken kitabının yaşması en ahır devlet teveligi meselesi kitabının meşhur olan namı. Moseyesine Yahudiler kavuşun ülkep geldi Polşa'dan. Buna hazır kadar Yahudi devletinin 3 atısının bir edep karaydı.
Ondan Leon Peres'e dair yana bir meşhur siyasyon var. Bu 1882 yıl özün köz karışını tuluqlap oturup 18-19 asırdaki hiç qaysi ulug' ideyalar bizga ta'sir ko'rsatmadi. Hattoki bizda eng kam bo'lgan huquqda va huquqqa erishish yo'lidagi izlanishlarning hech qaysisining bizda biror iznasini ko'rmadim. O'zimizni odam deb hisoblagan ekanmiz, odamdek yashashimiz bizni boshqa odamlardek o'zligimiz bo'lish kerak odam bu. Yana buning mashhur bir gap bor, kitobning oxirida turilgan, to'y qushiga o'xshash beshini tiqilib, ahvat mindab yig'lash, burunni hech qanday masalani hal qilmaganga o'xshash, bunday kiyimni hech qanday masalani hal qilmaydi. Xorliq yo'qolib ketmaslik uchun tinchlikni, sharafni, fursatni qo'lga keltirish uchun tashkil etishimiz kerak. Bizning boshqa tanlashimiz yo'q degan. Bu gap xuddi bizga deyilgandek ham ko'rdim. Biz bu gapni asrni ikki asr keyinga o'tirib 20 va 21 asrdagi hech qaysi ulug' ideyalar bizga ta'sir ko'rsatmadi. Hattoki bizda eng kam bo'lgan siyosiy huquqda va huquqqa erishish yo'lidagi izlanishlar hech qaysini biz biror iznasini ko'rmadim. Bu naq bizga tushgan gap ekan. Mushunaq ideyalarni o'tirib qo'ygandan keyin Yahudlar ondan Xristiyanning davri keldi 3-bosqich. Bu odamlarga o'xshagan ideya kishilar bo'lgan ekan va biz bu o'xshagan ideya kishilarni o'rtaq maqsad uchun tashkillamoqchi bo'lgan ekanmiz. Ularning o'z ideyasi bo'yicha siyosiy partiyalarga uyushishini, ondan siyosiy partiyalardan bir parlament shakllantirib, kuchni birlik keltirishni qo'lga keltirishimiz kerak deydi. Yana har bir Yahudi yoki davlat qurishga otilishi yoki boshqa millatga aylanib ketishdan birini jiddiy tanlash kerak degan gap bor buning. Ardı qilish kishilik turmushimizni qarab qiladi. Yahudi ya o'zi davlatni mustaqil qilib Yahudi bo'lib yashash kerak, yoki boshqa davlatda yashaymaydi deb cho'qim shu davlatga aylanib osmon solib ketish kerak. Ya o boshqa davlatda u davlatning fuqarosiga aylanib ketolmay yoki o'zi davlatni qurolmay o'tirib qolish bu bizning kishilik turmushimizga qarab qiladi degan ekan. Yana mana yoqqan uzunlardan bir qancha deb qo'ydim. İnsanlar tashkillanib davlat qurishni belgili 5000 yil bo'ldi deydi-da. Eğer hazır mı biz özümüz için teşkillenmişsek biz kaçtan teşkillenimiz? Bu hazır kadın tahminen 150 yıl etrafı burun etilgan gapken hazır mı müşü gapni biz özümüz gidip baksak bulduğun gap gördüm. Andın Yahudi devletindeki prensipini oturup koyan Theodor Herzl'ninki gaplardan azırak üzülüp koyay dedim. Bir devleti bölüşünü arzu kılan ve onun için tirişanlık gösterken bir millet çokum özünün devletini kuralaydı. Eğer Yahudiler Yahudi bulanmışsa o halde o sigan mı bulanmaydı? Necmi efendim, gepiniz böyle tıkalamlap kaldım. Kardeşler, Mavo astedeki videodaki sırtını bir çekmesen olurken Mavo bizimki ağzının sırtı tesir edirken, torunun sırtı tesir edirken o'zini ko'rsatmasa bu bizning nafsimiz leksiya anglash bo'lgandan ma qatnashgan qarindoshlarni ko'rish emas. Bo'lsa shu balkim bilmay chekilib ketgan bo'lsa mumkin, astidagi videoni sirtman chekib o'zini ko'rgan qarindoshlar bo'lsa bir yana bir chekib ashta etayotgan bo'lsak. Rahmat. Sa'd o'g'ri endi olashtirasiz. Bu gapning salmoq eg'ir gapgan qarindoshlar, ya'ni Yahudilar Yahudi bulanmasa o halde o siganni bulanmaydi. Yahudilerin insanlık izzeti ve varlık kullanımı kapalite bir Yahudi devletinin buluşudur. Varlık arzularımızda oturup koyduğundan keyin halkıç amil güç meselesi. Güç diyen neme? Bizim kıyınçılıklarımız, arkaga çekildiğin yolumuzda bolmaslığı bizim güçümüzdür. Eğer ben bir adam devlet kuruluşunu hareket kılsam, ben fakat bir donkot boğan bunu ben. Ama nurgan, yüzünün Yahudi devlet kuruluşu arzusu atlandığında hiç kim bunu bir kamtıkel diyemeydi. Bizim devlet kuruluşu iradımız tamamen bizni kollaydıklarımız sanı bilen belgilidir. Başka millet asmaya sebep getiş, hemen saklap tutan bir kelgisi buluşu mümkün ama bu maqtaşqa arziydigan şan şeref emas degan, yani bu gapni o'tirib qo'ygan bu Yahudi devletini qurish uchun kurashgan bu adam Yahudi devletini ko'rish nisbi bo'lmagan, yani bu adam Yahudi devletini quramagan. Gerçi planni o'tirib qo'ygan bo'lsa, qo'ygan bularning planlari, ama oxiri bu plan amalga oshib ketdi. Yani bu adam o'lib 40 yil keyin Yahudi devleti qurildi. Buni ko'pchilik yaxshi Bu Yahudilarning gapini qilishdan burun shu vaqtki nüfus bilan hozirgi nüfusini bir solishtirib kerakkan. 1900-yili dunyodagi Yahudilarning umum soni 15 million atrofida ekan. Shu vaqtda 9 million atrofida ekan. Shu vaqtda Rossiyaning o'zida 4 million Rus bor ekan, Yahudi bor ekanda. Amerikada 1,5 million Yahudi bor ekan. Polsha 1,5 million, Vengriya 850 ming, Germaniya 580 ming, Osmanlı İmperiyası'da 400 ming, Afrika'da 400 ming tahminen. Gollandiyada 100 ming atrofida Yahudi bor ekanda. Shu vaqtimizda Belgiyada 12 ming, Afrika qarqash davlatlarda ko'p sonda Yahudi bor ekan.
Endi hozir ardın biz yana o'tirib bir sonni sanaylik. 1942 yili ardın 40 yil o'tgandan sonini qarasak, Rossiya imperiyalik nüfusidan 1 milyon nüfus azdigan, ama Amerikalik nüfusu 1 milyondan ortiqroq ko'paygan. Polshalik nüfusu 1,5 milyondan 300 mingga tushgan. Vengriyalik nüfusu 850 mingdan 400 mingga tushgan. Germaniyalik nüfusu 580 mingdan yo'qqa aylangan. Osmanlı İmperiyasidagi nüfusu 390 mingdan asosan yo'qqa aylangan. Yani 1922 Yunan bilan bo'lgan nüfus almashtirish kelishimida Türkiye tevasidagi butun Yahudilar asosan degerek İsrailga taraf ko'chib ketganda, yoki dunyoning barcha joylariga ko'chib ketgan. Bu yer dikkat qilg'anish, bu Xrizil Yahud davlatining davlat qurish prinsipini o'tirgan vaqtda bu İsrailda Yahudi bergan bir haq yo'q. Ayni vaqtda davlatni bular Argentinada quramizmi, Afrikada quramizmi deb muzokiralashgan ekan-ku. Keyin bu davlat qurish nuqtasidan ham boshdan tortish nuqtasidan hech qanday bir o'rin bizni bu Yerusalimga bog'layolmaydi deb qarab, oxiri Yerusalimni qaytadan yig'iladigan bir strategik o'rin tutilgan. Yerusalimni bekitilishda biz bayaqin deb o'tgan mashhur shaxslardan Moses'nin fikri asası o'rnatilgan. Yani bu deydi, Hristiyan dünyasının baş götürüş bilen Müslümanların şekilleşi ihtiyacı doğuludu. Demek bu vakitteki ihtiyacını görsek, Yahuda devlet kuruş planını oturup koygan vakitte İsrail'de tabi Yahudi yok. Fakat 1900 yılda kelgen çağda 25 bin atrafı Yahudi orunlaşkan ki İsrail'e. Hem de hazırki ahvalını qarab baksak birisi Rusya imperiyasida 300 bin belki mazur 100 bin belki Yahudi kaldı. Amerika'da Yahudi 5,5 milyon. İsrail'de 5,5 milyon, 6,5 milyon Yahudi vardır. Demek dünyanın cahilindeki Yahudiler asansiyatın Amerika ve İsrail'in asas kışkılıp oldu deyin. Afrika'da hazır 76 bin kaldı, esillikte 100 bin Yahudi'dir. Türkiye'de bir Yahudi yok, bunu birisi bir Yahudinin bunu tazminat olgan. Onun başka devletlerinin tarikı seviyesi kalsana, mesela Gollandiya'nın özüdürler, 70 bin Yahudi kitip koptu İsrail'e Gollandiya'nın taşlattı. Hem de Gollandiya şu vakti nispeten vardır nispeten mi? Avrupa Ülkeleri taraf tapan bir devlet. Nurgay'dan Gollandiya için arzu kuruldu Türkiye'de kırımdaşlardan birisine. Ama 70 bin adam şu Gollandiya'nın taşlı bitip aynı vakti şu Palestin'den şehirlik taşlık zemine kal küçük bağdır yenge. Yahudilerin özünün vatini boğan telfinişini bunu da gördüm onu. Bu bir adam, iki adamın küçük meselesi emez bu. Bu yerde yani bir nesini takip etmiş gerekken yani Yahudilerin günlük ibadet ayeti varken bir her kıtım Babilon derya boyu kızgılganda Ziyon nesep gözümüz toldu yaşlardı. Ziyon degen mukaddesimin diyen gepken Yerusalim'e göz tutuldu yani. Ey Yerusalim seni unutsam kurusuna on kolum. Ey Yerusalim seni unutsam seni en hoşallığım da bilmesem çapışıp kalsın Tanrı'yı mıktilim. Ey Perverdigarım düşmanların zoramalık bolsun yanından bunu azrak özgertip Ziyon nesep diyenini Tarım nesep de Yerusalim diyenini eyreten de özgert tweet çıkarıp koydum. Yahudilardan birisi baykap kaptı vay sen bizden şimdi okudan ayetimizni özgertip sevmem tutunup kaldım deb. Şundan başkalardan sordum. Tundan bu şehirden Uygurlardan birisi bunu tunuduk demedi. İsrail'e göre kur çarpısı küçük Yahudilerin sanını esketmek kaldı. Germaniya, Avusturya'dan 75 bin, İngiltere'den 40 bin, Belgiya, Gollandiya'dan 56 bin, Türkiye'den 78 bin, Amerika, Avustralya'dan 154 bin. Bu şu adamlar yığılıp İsrail'de devlet kurgan için. Bu yerde bir nesini depmiş gerek olurken dünya Yahudiler milli kendisini çağırıştım burun Yahudiler tükür dünyanın caylarında partiye kuruş bir dolkununu çıkargan. Bunun için asas Tılgağdaki partiyeler bekliyor. Tılgağdaki partiyenin 3'ü var etmiştik işte. Birisi şu vakitteki Litva'nınki, şu çağda Litva, Çarosa'ya karaydı. Litva'nın payitahtı Vilnius'ta çağırılgan. Bund partisi deyilgan komünizm otayınıp devlet kuruş ideyesi bilen kurulgan bir partiye var. Labor Bund partisi deyilgan. Emgeç Bund partisi. Yani bular şu vakitte bu komünizmin dünya hükümran buluş bu iradesinden faydalanıp Halkara internasyonalının yardımı tayinip durup Palestin'de bular komünizmni asası ideya kılgan bir Yahudi devletini kuruşunu yüzük prensip kılgan. Çünkü komünizm Marksistler bilen barlık degen Marksizm bir Yahudi odan birisine. Çünkü bular belki şu çağda devlet kuruş için komünizm ortayatak bir maksimimiz yeterişimiz mümkün de bu prensipini oturup koygan kendi. Ama 1920'den keyin bu Bolşeviklerin taktik çıkışı ve Halkara internasyonalını kollavatkan Menşeviklerin taktik çıkışı bilen bularning ko'z qarshi baza topolmay qoldi. Bular tarqalib boshqa partiyalarga qo'shilib ketdi.
Endi yana o'shalar bilan davrdoshlaydigan partiyasi Sotsial Demokratlar partiyasi Falastinda 1905-yili Falastin kelganlardan qurilgan ekan. Bu Yahudlarni Osmanlılar tayinib davlat qurish strategiyasida bir qo'lliq harakat qilgan. Hatto shu chog'da belki yadında bazı o'tgan yili 9 atrofida Amerikada birisi biz o andivaytda bir kampanya başladı. Kök ve ak deydigan. Bu İsrailiyanın bayrağı kök ve ak rangdan tek tapkan bu başka. Bular özün vatanperverligini şu kök ve ak partiyasi degan narsa arqali o'tirib qo'ygan. Bizning bayrog'imizning rangimiz bu kök ve ak rang bo'lg'achqa ular bizni o'xshash hisoblab ba'zi yerda shunlarni matlaydigan bir Yahudi Amerikada bizga qaratgan kök ve ak partiyasini Yahudilar, Uyg'urlar birlik qilaydi, ba'zi Uyg'ur qarindoshlar ovoz qo'shqani bo'ldi. Bu mush partiyaning kelib chiqqan asosiy Sotsial Demokratlar partiyasi. Bular bir necha qatim o'zgarib, bir necha qatim qo'shilib, bir necha qatim boshqalar bilan birlashib yangi partiya qurib, eng oxiri kök ve ak partiyasi bo'lib to'xtadi bu asli Sotsial Demokratlar partiyasi. Bu Falastinda qurilgan davlat partiyalarning biri. Ondan yana bir partiya Angliyada qurilgan Emgakchilar partiyasi. Yani bu Emgakchilar partiyasi deyishda Yahudilar asosan so'z sanoat bilan shug'ullanan bo'lg'achqa bir turkum odamlar cho'qim dehqonchilik va qo'l sanoat bilan shug'ullanib Falastin yaratish kerak degan tashabbusni o'tirib qo'ygan bo'lg'achqa bular Emgakchilar partiyasi degan bu nomni qo'llangan. Bularning ideyasi Angliyaga tayinib davlat qurish. Ama oqibatda mushlar g'alaba qildi yana Emgakchilar partiyasi. Bular 1903-yil Londonda qurilgan ekan. Bularning 6-7 qatimliq tarqalib ketib yangi partiya qurishi, boshqalar qo'shilib yangi partiya qurishi haqida hozirgi varisi Isroiliyaning hokimiyat beshik partiyasiga duroi shu. Yani bu yerda biz diqqat qilgan bir masala bor. Yani bular davlat qurishni o'zini prinsip qilgan ekan, tamoman o'xshamaydigan davlatlarga qarata o'xshagan strategiyalarni qurgan ekan-ku. Yani kommunizm tayinib davlat qurish. Hatto meni hayron qolganim, kommunizm tayinib davlat qurimiz deyotganlarning ichida nurg'unlar Izroillar ekan. Yani eng taqvo Yahudilar-ku. En takva Yahudilar kommunizm tayinib davlat qurmaydi deb ayni vaqtda Çarosiyar bo'layotgan o'zgarish va dunyodagi kommunizm to'lqinidan foydalanib yana bir kuchning barpo bo'lganligini ko'rib ketib, bu kuchdan foydalanib balkim biz Falastinda o'zimiz davlatni qurib chiqarishimiz mumkin deb kommunizm tayinib davlat qurish strategiyasini o'tirib qo'ygan ekanda. Men hayron qoldim, bu kommunizm tayinib davlat qurish ideyasini o'tirib qo'yganlarning hargiz kommunizmchilar emas, balki bir turkum dindor Yahudilarning bo'lgani. Balkim bu to'g'riliq keyinchalik izlasak yaxshi xulosaga erishishimiz mumkin. Sotsial Demokratlar partiyasining Osmanlılar tayinib davlat qurish ideyasi 1905 o'tirib chiqqan bilan bular birinchi dunyo urushida hatto shu Sotsial Demokratlar partiyasining a'zolaridan birisi bo'lgan nurg'un İsrailiyaninki tunji davlat rahbari bu Türkiye'ye aynı vaqtda Osmanlı imperiyasi askar bo'lgan ekan. Osmanlı imperiyasi birlashib Angliyaga qarshi urush qilganda, ammo Osmanlı imperiyasi urushni mag'lub bo'lgandan keyin bular darhol Angliya tarafga o'tib, Angliya tarafga bo'lishib, ondan arablar bilan urush qilishib o'tdi. Yani stratejini yutkash, bular o'zining asosiy nishonini davlat qurish bekitgan ekan, o'zining ittifoqlashigan adamini va tutadigan yo'lini dunyoning umumiy vaziyatiga qarab turib bekitdi degan gap. Ondan Emgakchilar partiyasining Angliyaga tayinib davlat qurish bular birinchi dunyo urushidan keyin Angliyaning Falastinda o'sha Falastinni o'zining bir tavallik rayonlik ayirib olish qatorliq masalalarda nihoyat zo'r rol o'ynagan deb qaraldi ekan. Bu to'g'riliqmi yana keyin tafsili so'zlasak bo'ldi. Endi bizning hozir deydiganimiz Yahudilarning tunji qatimliq milliy kengashidagi bir misol. Yahudilarning tunji milliy kengashida 314 vakilni yig'inga chaqirgan kabilar joy-joylardagi tizimga oldi saylovchidan 26 ming saylovchini har qaysi partiyalar tizimga olgan ekan. Ammo buning ichidan faqat 22 ming saylovga qatnashgan ekan. Toki birinchi dunyo urushi mag'lub bo'lgan qadar Yahudilarning shu 30 ga yaqin partiyasi qurilgan ekan 1897dan boshlab. Bu 30 ga yaqin partiyaning ichida eng a'zosi bor shu ming deyotganda qolganlar 500, 380, 90, 40 50 shunaqa a'zolar ait oldi. Ama şu 1920-yilda tunji qatim Falastinda dunyo Yahudilar milliy kengashi chaqirilgan vaqtda 22 ming odamni safarbar qilgan Yahudilarning o'xshagan partiyalari. Bunun ichidagi Ahdud Havoda degan partiya, shu Angliyada qurilgan partiyadan dastlabki shakli shu. Yani bu partiya 70 o'rin olgan ekan. Shu vaqtki bilan 80 ovoz bilan bir vakil saylandi ekan. Yani 80 odamga bir vakil deb turib qarab her qanday bir shu yig'in qatnashgan, kengash qatnashgan odam 80 odamni tashkillab, shuning ovozini eshitib, men 80 odamga vakillik qilaman deb kelish kerak ekanda.
bu usulni men Uyg'urlarni foydalansa bo'layotgan deb qardim. Balkim bundan keyingi saylov faoliyatlarimizda biz mush vakillarga mush tarafni qo'ysak bo'lishi mumkin. Har bir odam munchalik odamning ovozini to'plab kel, shu chog'da sen parlament o'rnini olasan deb. Shunga kimdir jurnalga shuni qilib ovoz bergich qilib bu ketgan ish qaraganda kishilarni partiya bo'lishga urinlashtirib, keyin partiya o'tgan kishilardan har bir vakilga sen 80 saylovchining ovozini to'plab kelsa, undan keyin sening milliy kengashda bir a'zolik salohiyatning kuchli bo'ladi. degan bu forumlarni o'tirib qo'ygan ekanda, bu forumlarning turkisidan 22 ming odam saylanib qatnashib, tunji qatimliq dunyo yahudlar milliy kengashi o'tkazilgan ekan, 5 yilda bir o'tkazildi deb. Bu qatimliq saylovda shu Ahmad Tavoda partiyasi ko'p sonli ovozga erishib, bular o'zining tashkiliy sistemini turg'izgan ekan edi. Bu yer qatnashgan partiyalar qarsak Separdim degan Yahud nimlik Afrikadan kelgan Yahudlarning partiyasini, Haredi degan O'rta Sharqdan kelgan partiyani, Apol Hasay degan Sharqiy Yevropadan kelganlarni, ondan Adventist partiya bu Germaniyadan kelgan partiya, Yamandan kelganlarni, Mizrahiy eng dindorlar Sharqiy Yevropaning dindorlari, ondan Yahudlarning dindorlarning guruhi bular namaz guruhi deb aytdi. Ondan mustaqil guruh bilan, ya'ni partiya tashkil etishni olmagan. Undan boshqa yana jamiyat shaklidagi o'rinlardan kelgan qudratlarning ayollar birlashmasidan Buxoroning Yahudlari, O'zbekistondan kelgan Yahudlarning shu chog'da 5 odam kuchli ovoz bor ekanda, 5-800 odam bor degan gap shu chog'da. Isroil yoshlari Fuqarolar birlashmasi qatorliqmish bir qator partiya tashkilotlarininki tashabbusi bilan qatnashish bilan 20 odam saylanib qatnashib 310 odamni saylab mana bu tunji Yahudlar milliy kengasini o'tkazilgan. Endi bu hayotning strategiyani ko'rib o'tdik. Bu strategiyalar barda kelishi undaq tuyuqsiz bo'lgan emas. Ya'ni bu partiyalar 1900 qurilib, tak 1920 ga qadar 10 yil taraqqiy qilib, bu jarayonda shu necha yuz kishilik, necha ming kishilik bir holatni aram barliqdan turadi degan. Yahudlar shu vaqtda mutlaq unchalarga umidvor bo'lib ketadigan davlat ko'rsatganini ko'rgan bo'ldi. Ondan 1925-yilda Yahudlar milliy kengashi yana bir qatim chaqirildi, ikkinchi qatimli kengashni. Bu vaqtda saylovga safarbar qilingan saylovchilarning soni 26 mingdan 64 ming ko'paygan ekan. Bu 64 ming saylovchi bor degan bilan buning ichida faqat 35.987 saylovchi ovoz bergan. Qolganlar har xil saylov sabablar bilan ba'zanlari saylovni o'rinlashtirishdan rozi bo'lmay va yoki gaylari o'rinlashtirishga odamlardan balki boshqalarniki saylanib qatnashganligini aytdi. Ba'zanlar ayollarning saylanib qatnashganligidan norozi bo'lib saylanib qatnashmaganlarni bu ayollarni deb qatnashdi debchi. Shu vaqtda har bir vakilga 150 saylovchining ovozini to'plash sharti qo'yilgan ekan, vakillar soni 221 ga qisqartirilgan ekan. Saylovchilarning soniga asosanda. Ovoz hozir normalmi ko'pchilikda ovoz bilan shu kelyapti. Bir odamning masalasimi, ko'pchilikning o'rtaq masalasimi? Ovoz normal. Ovoz normal. Ondan orliqdagini demay turli 1949-25 yanvar yana Isroilning davlat qurish harpisida saylovga safarbar qilingan saylovchilarning soni 440 ming. Saylovga qatnashmaganlar asosan yo'q. Hayron qolarli qismi uchun vakillarning saylovchining ovozini to'plash sharti bekor qilinib, burun har bir vakil mancha odamni saylanma etmasidan va oldin so'zimizda har bir vakil 150 saylovchining ovozini to'plasa undan vakil bo'lib qatnasha oladi degan emasmi? 221 odam qatnashdi, har bir vakil 150 saylovchining ovozini to'plab keladi degan ekan, men tabiiyat 26 ming odam ko'paydi degan gap. Ya'ni aslida 23 ming odamdan 35 ming odam keldi degan gapda. Ya'ni 150 saylovchining ovozi orqali kelgan vakillarning har biri o'zi atrof shunchalik odamni qo'zg'atadi degan gap. Mana buni biz o'rgangan yana bir masala uchun tamotama ko'rib men boya dedim, har birimiz mukammallikning bir parchasida. Bir odam 150 saylovchini yig'a olishi mumkin. Ammo bu son 220 ko'paygan vaqtda ondan bu yerda 30 ming cho'ng bir partiya shakllanadigan gapda. Mana bu majratda o'rganishga bir nuqta bu menimcha. Ya'ni bundan keyin biz shunaqa bir milliy kengash va yoki bir yig'inlarni chaqirsak, yig'in qatnashgan vakillik shart qo'yib, sen munchalik odamning ovozini elib kelsan, shu chog'da bu vakillik salohiyatidan bahramand bo'lsa degan fikrni o'tirib qo'ysak bo'larkan deb o'ylab qoldim. 49-Yahudlarda bu milliy kengashga saylangan odamning soni 440 ming ekan. Bu vaqtda MAPA ya'ni bayatın shu Adu Tavudar degan partiya shu. Adu Tavudar bu yerda qarasaqmi nima 8834 ya'ni 1925 hisobda 20 yil tayyorlik qilgandan keyin Adu Tavudar partiyasi 8834
Berat erişerdi degan gap. Aran shunchalik a'zo yig'ildi degan gapda 20 yilda 8 ming odam yig'ildi degan gap. Buni aslo xato bo'lsanglar, bunday bir diniy tutilgan partiya buning 5 ming a'zo bo'lgan ekanda. Demak, Mapay partiyasi 155 ming ovoz bilan 35% ovozni egallab, shu chog'da Isroiliyada hukumat, ya'ni kabinet tashkillash salohiyatiga erishdi degan gap. Ma'lum qarindoshlar diqqat qilgan narsa 1925-yilda Isroiliya davlati qurilmagan. 1920-yilda Isroiliya davlati qurilmagancha. Yani İsrail'e özü devlet kuruştun burunla dünya Yahudiler milliy kengashi orqali Yahudilarning kuchini birga keltirishni boshlab qo'ygancha bular. Yani bular 1897 dan boshlab siyosiy partiya qurishni boshlagan bo'lsa, 23 yil siyosiy partiya qurib, 1920-yil ondan o'zining tunji qurultayini chaqirishimiz bo'ldi degan gap. Nəhayət uzaq mezgildə terror xizmət işlərində Yahudilar degan misal çıxdı bundan. 1949 yıl Yahudi devleti kurulgandan keyin ko'ryapmiz mana Birinchi Dünya urushidan keyin Falastin Angliyaga qarshi viloyatga aylandi. Yahudilarning siyosiy partiyalari intayin tez suratda aktiv bilan dunyo Yahudilarni vatani kuchaytirishga va siyosiy partiyalarga a'zo bo'lishga rag'batlantirdi. Hatto men mana shu nimaniki Maki partiyasining bir chaqirig'ini ko'rdim, uni qistirishga asli manbasi sal uzunkan uni qistirish yapib qoldi. O vaqtda hatta Maki partiyasining asosiy maqsadi nima ekan? Maki partiyasi partiya uchun shunday bir tuzum o'rnatgan. Faqat Falastinga kuchib ketadigan erlarga yotiq bo'ladi bizning partiyaning a'zolari debchi, ayollarga asosan partiya a'zolari. Ya'ni Falastinda yashamaydigan Yahudini Yahudi deb qaramaymiz. Falastinga ketish irodasi bo'lgan Yahudiga to'y qilish bo'lmaydi degan prinsipni chiqargan ekanda bular. Hatta kişilerin nikah işlerinden kondurulduğu derece şundak bir kızın siyasi aktif bilen Yahudilerin siyasi partileri gayet bir köşkörüsünü başladı. Şunu başa çıkıyordun ama yeşilden içerik al Seyrek'e İsrail yaşıyor. Şundan tükül Arap dünyası Asya kıtasındaki Araplar bilen Afrika kıtasındaki Araplar şundan başta çığırlaşmaya bir ahval şeklinden. İşte Dünya Orçun'un Angliya müstakilleri müstakillik bir iş mecbur oldu emmeyden birisiyle. Avrupa'nın köpsanlı halkını teşkiller 3-4 qatımlıq partiya parlamenti təşkillab köp partilik parlamentin barlıq keltiriş təcrübə bolğan Yahudilar özlərinin vəkillərini ayaqlab söhbətdə oldu. Ərəblər İsrailiyanın qurulğanlığını gəzitini okudu. Bu İsrailiyanınki dövlət quruluşuna ait tarixi müşinçilik. Biz dünyada alıdığan qandaq savaqlar var. Bu nəslini bizim fürsətləşdirmiş arqılıq görsək buludu. Biz hazır İsrailiya, Kosovo və Şərq Türkistanın məsələsini bir selişdirib baxaylı. Yani devir cihetini etken vakitte İsrail'in devlet kuruluşu Osmanlılar İmperiyası'nın yıkılganlığındaki bir tarihi şerait aslında özgür bir şerait imkaniyet aldırıldı. Kosova olsa Yugoslavya'da sosyalist hakimiyetinin yıkılışından bir fırsat, aşı bir devirde kuruluş geldi. Hem Şarkı Türkistan çökse bizden devlet kuruş fırsatımız belki Xitay Kompartiyası yıkılan bir devirde buluş mümkün. Yani malum cihetini karsak İsrail'e Osmanlıların yıkılışından paydalı, Kosovo Yugoslavya'nın yıkılışından paydalı. Biz hem Xitay Kompartiyasının yıkılışından paydalıdan bu halet gelişimiz gerek. Ben aldığım katım müstakillik yolumuzda aplan diyen leksiyada Kosovoluklarının 1980 yılı Şveysariyada kurgan Kosovo Halk Hareket Partiyası'nınki misalini rep ötken Kosovoluklarının devlet kuruş müsabısı ameliyatta Yahudilerin devlet kuruş müsabısıyla cıklar kılanmaydı. Yani İsrail'e aynı vakitte İngilizler Avrupa devletleri Müslümanlarını parçalaş için Afrika bilen Asya'nı tutaştırdıgan Filistin zemininde bir siyasi güçünü Araplar yıkılmayken bir siyasi güçünü barlık keltirişe ihtiyacı bulundu. Bu ihtiyaç tüpeyle biz bir yer özümüzün devletini kuralayımızda prensipte oturup çıkan olsa Kosovoluklarını Yugoslavya sosyal hükümeti yıkılgan diken bu Serbiye'de bu pansalyanizminin yakin sosyalizmin tesiri ketmedi. Avrupa'nın kımmet karşını galip kıldırış için Avrupa Yugoslavya'nın parçalaş muhtaç oldu. Biz bu fırsatta Yugoslavya'ya karşı bir güçlülük oturup çıkıp Avrupa'nın kımmet karşını umlaştırırsak Avrupa'nın koluşu erişerişi mümkün diyen siyasi forumlarından. Emniyet bu forumlar uçak gidiyor. Yani bizim devletimiz Xitay'ın dünyanın oturuş nöbet kızdiyette Xitay yıkılgandan keyin Xitayni davamlı çekleş, Xitayni azlaştırış ihtiyacı için bizim çokum ayrılış ihtiyacı düşürdü Amerika'na. Bu ihtiyaç bizim müstakil döreşmiş ihtiyacımızın asas güç bulundu. Şu an biz bu fırsat için teyarlayla devamlıyız. Yani malum cihette petkanda İsrail'in, Kosovo'nun ve Şarkı Türkistan'ın devlet kuruş müsabısıyla doğru kıldıran turiste yani devre asas cihetten bir oksaslık edin. Diğer fırsat mesela İsrail'in, İngilizlerin, Müslümanların bütünlüğünü rayonda çekleşe ihtiyacı olan İsrail'e kurulgan olsa Kosovo Avrupa'nın Serbiye'nin çekleşe ihtiyacı olan kuruldu.
Biz mi dünyanın Xitayni cheklash ehtiyojini qura olamiz. Endi bu yerga gap İsrail'e davlat qurish arifasida 1940-yilga qadar har qaysi qirg'inchilik hisob qilmas. Yolg'iz İsrail'e zaminning o'zida, Falastinning o'zida uni hisob qilmaymiz. Urush bo'lgan qurbonliklarni joy-joylarda yana İsrail'e davlat qurishni boshlab bu ziyonizm markazida o'lib ketgan İsrailliklarning jami soni 30 ming ekan. Bu Kosovo mustaqillik urushidan burun Kosovoning o'zida bo'layotgan urushda 80 ming odam o'lgan ma'lum bo'lsa, Kosovoning sirtida Yevropaning Serbiyaga chegani 1980-yildan ijtimoiy ishchilik Kosovo davlati rasmiy qurilishi bo'lganlikda chet elda o'lib ketgan Kosovoliklarning soni taxminan 10 ming atrofida. Mana chet elda o'lib ketgan odamlar qarindoshlar, ya'ni İsrailiyada emas, Kosovoning zaminida emas, chet elda o'lib ketganlar. Ammo biz 70 yilga chet elda Sharq Turkistonliklardan birasining bu qurbonlik berganligini anglab ketdik. Balkim bo'lish mumkin. Demak, nol taxminan deb tursak bu deyinga. Endi biz bu yerda yana bir narsani surishtirdi. İsrailiya o'zining Osmoniylar hukumatini yıkılgandan keyingi siyosiy bo'shlig'ini ya'ni Hristiyan dunyosi bosh ko'tardi. Endi buni musulmonlarni cheklashga, parchalashga ehtiyojli bo'ladi. Bu ehtiyojni chiqib turib biz o'zimizni bo'ytirib qura olamiz degan fikrni o'tirib qo'yib Qarindoshlar, Najmiddin Efendimninki internetdan sal kashtalar chiqib, hozir qayta kiraman o'tibdi. Shuningga terishyapti hozir. Qancha ta'xir qilib turaydi. Savollaringiz olib qolsa, yana bir yarim soatdan keyin qayta shu o'rinda shu yerni yesib savollaringizni so'rab qo'ysam bo'ldi. Rahmat. Ovozim chiqyapti qarindoshlar. Endi keldi ovoz. Ammo to'g'ri yaxshi emas o'xshaydi. Turib-turibdan uzilib qolyapti ekranimmi? Bayatın müşahede edilayotgan tuqqo sizlarga to'g'ri keldimi? Mush fursat selishtirmasi mush jadvalni so'zlayotgan bo'layman. Shundoq. Yani biz bu yerda selishtirgan narsa İsrailiyaning 1897-yil Tunis siyosiy partiyani barliqqa keltirib, ardın 23 yil o'tgandan keyin 1920-yil tunji qatim o'zining parlamentini chaqirgan holati bilan Kosovoliklarning 1980-yil o'zining Tunis siyosiy partiyasini qurib, 1989-yil yana 9 yildan keyin Sovet ittifoqining yıkılış arpasida saylam qatnashish ehtiyoji tug'ilib bir ajnabi sharoit paydo bo'lib Serbiyaga qaytib oltin sizish tursak ve 2019-yil biz qurilgandan keyin bundan keyingi dunyoning siyosiy kelgusi qanday bo'ladi? Biz Kosovo modelida mangimizmi yoki İsrailiya modelida mangimizmi yoki dunyoning umumiy siyosiy kuch tamponi bizdan nimalarni talab qiladi? Bu vaqt bizdan faqat tashkillanishni biladigan o'ta va moddiydek olg'a intilib turgan bir kuchni talab qildi, çok qarindoshlar. Demek İsrailiyani aynı vakitte dünyadaki hazır mı öyle bakımla 7 milyon İsrailiyeli kandakçıya 3 milyon Arap'ın oturası yüzünü devletin mevcut turalaydı. 10 milyon Uluslar Serbiye'lik karşı kandakçı Kosovo 1,5 milyon süren yüzünü mevcutunu saklap turalaydı. Menimce bu kandakçıya biz bu Xitay'daki neçe milyar nüfusu bir devletin yakını yüzünü mevcutunu saklap turalayımız gibi o sesli bir sual. Şuna böyle bir taraftan karındaşlarının bu ülkeden azrak ilanlanışını, yeni bir taraftan ulağı düşkili vatkan devir, fırsat, ve siyasetin pişpikliş qatarlıqlarını bizga maskildiğanlığını köpçülükке təkilmək üçün bunu sözləb qaldım. Endi İsrailiya 1947 quruldu, Kosovo 2002 quruldu, Şərq Türkistan qaçan quruldu. Bunu xuddi İsrailiyadagi qanchalik İsraililik siyasi yollarının təşəbbüsüne avaz qoşqanlığına qarab turib hüküm qanğa o'xshash Sharq Turkistondagi xalq zot qaysi darajada davlat qurish tayyor bo'ladi, hokimiyatni yashashimiz qanday tarjimlanganligini buni tushunish qiziqamdi yo'qmi, ko'ramagan taqdirdami? Bu tamamen Sharq Turkistonda atilgan o'sha zamonda davlat qurmoqchi bo'layotgan qarindoshlarimizning siyosiy aktivligi tarafidan belgilangan narsa bu. Endi hammadan birimiz bir davlatni qurish uchun moliya kuchi va harbiy kuch kerak bo'ladi. Ondan maliye gücü, harbiy gücünü görürüz köpüncü biz kıyımcılıklarını kıyam vakitte. Ama bunun aslında en bir neresi var. Sistem akıllı bağlanıp durdu maliye bilen harbiy güç. Eğer sistem bulmasa 1 milyonlar mı tayak yiyiş mümkün. Bir top kurşun mu sistem bulmasa takılıp geçiş mümkün de. Maliye gücüyle harbiy gücünü birlik keltirip bunu bir hakik güçke aylandırılan neresi olanın sistemisi.
Biz maliye güçüne ait aciz hazır karmakka, harbiy güçüne ait aciz. Ama biz kılalaygan narsa, biz kural güç kılamayız, maliye güçünü berpa kılamayız ama biz kılalaygan narsa halkın sistemisini barlıkta turanemiz. Yani Yahudiler 1897 kurgan partiyani ve Kosovalıklar 1980 kurgan partiyani kuralayımız. Bu partiya arkalık aynı vakt Yahudilerin partisi kandak kan bolsa, Kosovalıkların partisi kandak kan bolsa biz hem şunu kılalayımız deyin. Yani bu sistemin içinde biz köptanlıktan siyaset iştirak kılışacak bir vaziyette barlık keltirişimiz bizim bağırlık siyasi nişanlarımızın adını şart olur. Yani siyasi partiler iktisadi güçüne, planını, adam gücü birlik keltirip, texmi köptanlık adamını vatanını kutuluşacak bir siyasi hizmette iştirak kılış, katnaşlık oluşta Türk oluşumuz gerek olur. Bu yerde anlamıyken biz köptanlıkların iştirakı arkalı iqtisodni, planni, odam kuchini birlikka keltirgan siyosiy partiyalar orqali fursat tutalargan bir sistemni barliqqa keltirishga asos yarata olamiz. Yani. Bu yerda men bu dunyoga mashhur urush felsafasi degan kitobning ichidagi bir necha o'zimdan ilib qo'yishni qoldim. Urush bevosita prinsip va orliq prinsip orqali bo'ladi. Orliq prinsipini oldin qatim takrorlab kelyapman. Ya'ni har qanday bir ojizlarning kuchliklar ustidagi g'alabasi faqat orliq prinsip orqali bo'ladi. Hatto bu kuchliklar bilan kuchliklar o'tirishlik masalan ojizlar shu Arlık prinsip arkalı bulunur. Mesela Mao Xitay özünün uzak suzulgan uruş doğrusuna degan kitabıda hazır Xitay'a aciz kanlaqib yapılar üstüne galip kılalar degan narsaga to'g'ri to'xtalgan vaqtda urush uzun suzuldi. Urush uzun suzulgancha Yaponiya qaraydi shuning bilan atrofdagi Yaponiya yolg'iz bilan urush qilmayotdi va atrof davlatlar urush qilyotdi. Chuqur atrof davlatlardan bu Yaponiya dünyada birinchi cho'ng kuch emas. Bu mag'lub qiladi. Bu vaqtda bizga boshqa turli fursat chiqadi. Biz shuning uchun o'zimizni mukammallashtirishimiz kerak deb qarab, bu uzoq suzgan urush tayyorlik qanda, bu yanagi berilib turib, oldingi safda gomendanni urush qilib, ko'plab qurbon berishni, oxir safda o'zining asosini tiklashni prinsip qilib olgan. Shundan oxir Mavzun Xitoyni o'xshash prinsip orqali qarab qildi. Yana qarab baqsak, Chin Sulansning o'ldirilishiga sabab bo'lgan Havayda qurilgan To'monqo'yga, ya'ni Gomendan partiyasi 1894 qurilgan bu partiya ularni shu 10 yillik tirishchilik oxiri uchun qo'lga keltirib, oxiri bu Manju hokimiyatni olib tashlay olibdi. Ya'ni bu orliq prinsipi degan narsa bir millatning yoki bir hokimiyatni o'rtasidagi bir qilmish orlig'idagi prinsip bo'lgani uchun orliq prinsip deb ataladi. Masalan, agar Sishtaxu o'lmagan bo'lsa, balkim Gomidan hokimiyatni undaq ballari ololmasligi mumkin. Agar Sishtaxu o'sha bir ko'p bir hukmdor Chin Sulansni beshida o'tiravergan bo'lsa, yana davomli va yoki Sishtaxu o'lib ketgan vaqt tushash malin emas, texnik kuchli yashikadek bir rasmiy o'zini o'rniga varis qilib belgilagan bo'lsa, balkim u chog'da Shinkan inqilobiga qatnab bo'lishiga fursat bo'lmagan bo'ladi. Ammo shu Sishtaxuda bir kuchli bir rahbar yiqildi, uni o'rniga 3 yoshlik bir kerak emaydigan rahbar tishlandi. Bu rahbar o'zining kuchini o'shaq bo'lishiga orliq prinsipidan Xitoylar foydalanib o'zining milliy davlatini qurib oldi degan. Bu yerda yana bir ta'kidlagan orliq prinsipining g'alabasi kuchli ichki tashkillanish, tashqi strategiya va suratni shart qiladi. Ya'ni orliq naqs qilinayotganda odatda dal o'sha orliq udilkatib tamomlash kerak davlat qurish prinsipini, agar unday olmay qolsa taqchiqadi. Masalan, yana mush go'mindani misol qilish to'g'ri keladi. Xitoylar o'zining g'azini daral qo'lga olmadi. Kuchli ichki tashkillanishni daral tamomlayolmadi. Daral qo'zg'olon ko'tarib hokimiyatni oldiganda ham bilan, Beijing salqanda ham bilan ichki urush ketib qoldi. Xitoyning joy-joylar o'lik boshliqlari o'z oldiga hokim bo'lib olib, bu yerda bir kuchli ichki tashkillanma barliqcha turamadi. Amaliyotda butun Xitoyning zamini Milliy Afg'oniston zaminiga aylanib ketdi. Bu vaqtda yashga chiqib yana qaytadan davlat qurib oldi. Hatta orliqda pulini qaytadan yandırib kelib Beijingda hokimiyatga kelgan Runchashlar qo'shini bu oldi. Demek süratni til tutanmay, fursatni kattırib qo'yib tas qoldi. Ammo shu chog'da tarixiy Xitoylarning umumiy vatanni ichidagi deb turdilar. Xitoyning o'zining zamindagi nüfusi bir qadar ko'p, Manjularning kuchi bir qadar ojiz bo'lg'achqa yana qaytadan o'zini oshib oldi. Agar shu vaqtda suratni til tutanmaganligi tufayli balkim Xitoylar o'zining davlat qurish fursatidan ayrilib qolishi mumkin. Ya'ni 1913 davlat quramiz degan bilan 1927ga qadar 10 yil Xitoylar o'zining davlatini quraolmay, ichki tashkillanishni tamomlamay o'tib ketdi. Undan bu yerda tashqi strategiya masalasi bor. Tashqi strategiya masalasiga biz qolimiz masalan Dönçeli deganda Xitoylarni Germaniyada o'qigan balkim bilsa, Tayvan'da Xitoylar yaqinda o'qigan, Jiang Zemin Shinsayda Xitoylar hatta o vaqtda Xitoylarning 1890'ning oxiridan boshlab chet el bilan bo'lgan munosabatda nihoyatda kuchlangan. Mush narsa Xitoylarning tashqi davlatlar bilan bo'lgan strategik munosabatni o'rnatishga foyda etgan. Ayni vaqtda Militaristonning ba'zilarini Angliya qo'llagan, ba'zilarini Germaniya qo'llagan,
ba'zilerini Yaponiya qo'llagan. Shu bilan bu millat orasida o'zining mavjudligini kapara yig'ib turgan. Şuna ichki tashkillashgan tashqi strategiya va surat birlashgan vaqtda ondan orliq prinsipdan foydalanib g'alabani qo'lga keltirgan degan. Shu bizning masalamiz nihoyat nozik masala. Xitoyning irodasining ijro qiladigan sistemasi faollaşlangan vaqt dal bizning barliq kuchimizni qo'zg'atib, bizning bo'lg'ish nuqtamizda shu uchun. Bo'lg'ish nuqta intan kuchli bir ommaviy asosni, bo'shashmas bir siyosiy irodani, aktiv bir ro'yxatni talab qiladigan shu, ya'ni kuchli ommaviy asos siyasi irade aktif ro'yxat orqali kuchli bo'ldi. Yerib qoladigan, tashlab qoladigan, bu yerda aktif ro'yxat degan narsa, andin siyosiy irade degan narsa qarindoshlar, masalan, ba'zi qarindoshlarimiz partiyada mendan bir kamchilikni ko'rgan amalla partiyani tashlab chiqib ketgan qarindoshlarimiz bo'ldi arada. Andin partiyadagi ba'zi odamlarning ko'ngli og'irgan, partiyaning ba'zi ishlarining ko'ngli og'irgan, yoki inqilobning oldini sepib ketayotgan boshqa bir qarindoshlarimiz ko'ngli og'irib, ikkinchi inqilob kelmaydigan ba'zi bir odamlar bor. Bu siyosiy irode emas, siyosiy pozitsiya bunday olmaydi shu qarindoshlar. Biz çoğun nersini görmemiz, çoğun nersini gipini kılmatımız, bir de o anki uşak nersini biz özümüzün noktaya kirgizip bilsek, biz özümüzü ısraf koyumuz bir yerde. Şu bölgüç nokta, köp adamın boşaşmaz bir siyasi irade bilen aktif ro'yxatni hareketini çarpısından demiş gibi vurduğun yer. Aldığın katın leksiyelerimizde siz de kitapatımız, dünyanın müstakillığımızı tutkan pozisyisi nahit mühim. Biz bunun için müstakillığımızın omurilik asasını berpa kılışını gerek. Omurilik asasını berpa kılacağın gap köp sanlık uygun müstakillığını halaydigan. Yani şununla birlikte öz bir sap tutkan. Bu yalnız tamak yapıp oturup, uxlap asman qarab oturup müstakillığını dep emas. Bir teşkillik bir siyasi partiya sütüde meyli bizi karşı olsun, meyli bizi gelsin. Düşmek bir teşkillik omurilik asasını barlap keltirgen dünyanın hazır kıymet karşıga, yani BDT azam olumuz degandikin BDT'nin kıymet karşı ve nizamlarını hürmet kılışta oluşturdu. Şunu hürmet kılgan bir devlet bo'lalaydiganimizni ifodalagan. Xalqni üstünlüğünü xalq nima yaxshi ko'rishini so'zlaydigan emas, xalqni yetaklash uchun turalaydigan. İnsanlarni yetildiradigan ve birbirini e'tirof qiladigan, hurmat qiladigan, hamkorlik qiladigan odamlar bilan birlik kelgan bir kuchni tashkil etishimiz kerak bo'ladi. Biz bu yerde tanış noktamızda müstakillik elimizde müstahkamlığı dep keldik. Müstakillikten başka meseleni keyingi sürüp koyuş. Zilin bütünlüğümüzü qo'llash. Uyg'urga imkoniyatdan barcha do'st ko'paytirish. Amerika olsun, Türkiye olsun, Avrupa olsun, hatta etrafımızdaki Kazak, Kırgız qarindoshlar olsun, Uyg'urga Xitoydan boshqa har qanday odamni do'st qilish kerak jo'g'i. Andın Cumhuriyet tuzum asaslı devletçilik prinsip qatorliqlarni to'xtamay har qaysi sohalarda o'tirib qo'yganligimizni bildirishimiz kerak. Bizning ideologiyamizdan qandaqdir BDT'nin ulug' xartiyasiga va yoki mavjud davlatlarning mavjudligiga ularning qimmat qarshi xilof emasligini, bizning davlat qurishimizdan navbatdagi dunyoning qimmat qarshiga, dunyoning manfaatiga va dunyoning adolat siyosiy tenglikligiga uygun ekanligini to'xtamay ta'kidlashimiz kerak. Ham tashkilotlar bu masalada xalqni suiiste'mol qilib batirona gaplarni emas, real masalalarni o'tirib qo'yishni o'rganish kerak bo'ladi. Buni to'g'ri oldin qadimlik so'zlaganimiz uchun toza aniq kirmaymiz. Yani bu peshoni deb qo'yishimizga sabab yana ümitlangan qarindoshlarimiz qarta Xitoyning dunyo bilan bo'lgan munosabat bag'asi nacharlashyapti, ammo dunyoning bizning mustaqilligimiz kompozitsiyasi bag'asi yaxshilanayapti. Ya'ni peshoni ko'rdinglar, qancha eg'ir tash bo'lsa-mu, peshon moyancha ketgan chog'da Arximedning mashhur gapi bor. Agar menga peshon va toshni o'qib berilsa, yer sharini o'nga yetkalayman degan. Demak, Xitoy qancha kuchli bo'lsa-mu, biz dunyoning mustaqilligimiz kompozitsiyasini qo'lga keltira olsak, yani özümüzün müstakillik ediyemizin müstahkimligini mahkam tura alsak, o çağda biz Xitoyning dünya münasebeti bo'lgan nacharlashgan fursatdan foydalanib o'zimizning nishoniga yetishimiz mumkin. Ondan bu yerda strategiya degan kitobdagi bir necha so'zni olib qo'yishni xohladim. Harbiy kuch, harbiy strategiyani o'rnini bosolmaydi deydi. Bu burunli shundoq bo'lgan, buni misolni aytib yurgan, bundan keyin shundoq bo'ldi, shu bu. Bundan keyin dunyo xaritasi, diqqat qiling qarindoshlar, buni aytmayman narsa, bugungi so'zimizning yiltizimi shu. Bundan keyin dunyo xaritasi partiyalarning kishilarning rol yetakchilik qilishi va siyosiy aktivlikni qo'zg'atish tarafidan belgilandi. Masalan, Kataloniyaning mustaqillik qanday barliq keladi? Va yoki Shotlandiyaning mustaqillik qanday barliq keladi? Va yoki Kurdlarning Turkiyaning mustaqillik qanday barliq keladi? Partiyalarning kishilarning rol yetakchilik qilishi va siyosiy aktivlikni qo'zg'atish tarafidan belgilandi bu narsalar. Qandaqdir urush tarafidan emas. Yani gap bugünkü dünyada her qanday stratejiyada kishilarning ro'yi intayin hal qilishni o'ynaydi. Mana demokratik dunyoda yashayapmiz, ham mush ko'z qarash BDT'ning xotiyasiga kirgizildi. Bu kishilik ahdnoma tayyorlagan ahdnoma, mush ahdnomada har qanday hukumatning qonuniyligini asosi xalq tarafini sayg'inishi deb qoldi.
Teşkillenmeyen kişiler topu mengü siyasinin pramajını kaliyordu da. Bu gaplanmaydan hatırlıwas bulacak paraymen. Teşkillenmeyen kişiler topu mengü siyasinin pramajını kaliyordu. Tayyorlikni qandoq boshlashni, qaysi vaqtda nima qilishni, puxta bir tashkiliy sistem barpo qilishni bilish g'albini qo'lga keltirganlikdir. G'alba kuch orqali emas, balki strategik muvofiq tanlashish va strategik foydalanish, puxta bir tashkiliy sistemni barpo qilish orqali barpo keltirganligini ko'ryapmiz qarindoshlar. Shu bu yerda bir necha misollarni aktiv ijro iqtidorini namoyon qiladigan bir muhitga talabni o'tkazilishi. Balkim qarimizda nurg'un siyosiy talab va qarindoshlarimiz bo'lishi mumkin. Ama ular teşkillenmeyenlikten, ular özün seferberlik iqtidarını cari kıldırmaganlıktan, o özün tarafı cari olmagan buluş mümkün. Mesela bir mergen var, o koluq mültüke tepkini besip bakmaya oturup özün mergenliğini bilişini atanıcı. Şu aktif icra iqtidarını namayan kılınan bir muhitke talantlı odillik bilişi. Mesela Napolyon'un bir harbi talant vardı. O aşınak bir muhitke odillik geldi, şundan talant namayan oldu. Eğer muhit bulmagan olsa, Napolyon asker olmay, başka bir iş gibi kalmaz, belki Napolyon onçuvala büyük adam bulaşını atayındı. Ondan ümit nol bo'lganda mı to'xtab qolmaydigan izdish asosli tavakkulchilikni bir toplum, yani Kosovoliklar dushmanning sistemasidagi imkoniyati kuchli bo'lgan o'chishdan foydalanib mo'jizaviy g'alabani qo'lga keltira oladi. Masalan, Kosovoliklar 1,5 million nüfus bilan hargizmi Rossiyani aqtirib qilgan Serbiyaning qo'lidan mustaqillikni ola olish mumkin emasdi. Ular urush demish mumkin emasdi. Qurolliq usti bo'lsin, odamlarning jangvorligi bo'lsin, farq bermaydi. Ama ümit nol bo'lganda mı to'xtab qolmadi bular. Tevekkülçilikni to'xtab qolmadi, izdish asosli tevekkülçilik oxir berib Yevropa ittifoqining bular yordamini qo'lga keltirdi. Bular shundan dushman ustidan g'alaba qildi. Ya'ni nayt kichik bo'lgan urushdan foydalanib mo'jizaviy g'alaba qo'lga keltirdi degan gap. Bu yerda biz bugungi yil qatnashuvchilar nima kutamiz? Kutib turg'uchidan qatnashuvchiga aylanib, partiyaga a'zo bo'lib, özünün Şarkı Türkistan'ın salam hukuku ile hakimiyet katnaşık salayetini ispatlaşını ümit kılımız yani. Yani kütüp turguçudan katnaşıkçı aynısını ümit kılımız eğer bir olgudun. Yani bugün kişinin katnaşkan partiya sözlemesi arkadaşlarımızdan. Ondan meyli biz gibi olsun, başka olsun bir partiye azal olup özünün salam hukuku ile hakimiyetki katnaşık salayetini ispatlaşını ümit kılımız. Yani müstakillik bir hakimiyet alışık görüşü arkadaşlar. O kürsüyle amelge açmaydı, o katnaşıkla amelge açılır. O salam belki artık kanı tövüne. Eğer onun yok icraatını yapırsak, teşkileş rolünü cari kıldığı şartlık, artık avaz çıkır şartlıkla melek aşırıkan neyse oldu. O bir hakimiyet alışı kürüşü müstakillik, şuna başka bizde hakimiyet alışı alayan bir iktidar teşkillenişi, tavlanışı, terbiyeleniş gerek bulur. Kıyımlaşlarımızdan, bizim planlarımızın sürekli tezlik, koşusunu ümit kılımız, biz orada müşünü kütümüz. Kütümüz işleyişini okutumuz, müstakillik ediyemizden amnevi asasını. Yani meyli Facebook'ta amnevi vasıtlarda olsun, söyleşik olduğun çağlarda olsun, çok müstakil oluşunu gerek, biz müstakil olmayacağım bir amnevi asasını barpa kılışının nahit mühimliğe kadar aldığı kadın şeylerde def ettik. Dünyanın stratejisideki siyasi obrazımızı güçlendirişini, biz müstakillik avazını çıkaran vakitte ve müstakilliğini talep kılıdığın teşkilatlarının, partilerin etrafı kep, ulanın nüfusunu küpetken vaktimizde, ulanın kelimini kimetken vaktimizde, dünyanın stratejisideki siyasi obrazımızı güçlendirdik. Siyasi tutkan pozisyonu ülkesinde özgürtüp, milletin tutman partinin en mühim oyun koyuşunu, yani halklık meselelerde şahsiyetini alkışını, ortak kıymet karşı ve strateji örnek karışını özgürtüşünü. Mesela, malum bir meselede, ben köyündeki bu mekanik, partiye köyündeki bu mekanik olsa, biz derhal özümüzden umum nişanı, yani müstakil devlet kuruşuna ibaret nişanı karayımız. Bu nişanımız için biz kandak seyahat etmemiz gerek. Bu nişanımız için ben hazır to'xtattirishim kerak mi, davomli alg'ilashim kerak mi? Bizde vazgeçishni ayet eğer birbirimizni xuddi farishtalarni kutgandek umidlarni kutamiz, unda qilsak biz mangu hech qanday ish qilolmaymiz qarindoshlar. Biz nishonga qarasak diqqatimizni, bu nishon yo'lida har bir odam o'zining qila oladigan ishni o'tirib olsa, tashkillansa, iqtisod chiqarsa, yuksak so'zlaydiganlar so'zlasa, mana shu orqali biz bir-birlab mana bu chiqib o'zaro bir-birini to'xtab turib bir motorni barliq keltirganga o'xshash, biz o'zimizning motorni barliq keltirishimiz mumkin. Bu motorni qarab bakmiz, bu motorda nurg'un chiqishlar, bu chiqishlarning hech qaysisi yolg'iz holatda o'z o'rnini joriy qildirmaydi. Bular faqat birlashgan vaqtda o'xshash istimulyasiya anadigan bir kuchga aylanadi-ku bu. Menimcha biz shu motorlik bir narsaga o'xshash, har birimiz bir chiqishlar bo'lib o'zimizning o'rnini topgan vaqtda
anadaki müstakillikten ibaret vahid kılış kürsüde özümüzni tanlaymiz, özümüzni terbiyeleymiz. Ondan nemi muhim emas. Biz qanday qilib karakterimizdeki kemçiliklerini özümüzün siyasi pozisyonlarını yenilaymiz. Bu narsani biz terbiyemiz arqali amalga oshirishimiz mumkin. Arkadaşlar bugünkü leksiya müşahit olsun.